amortizatorli variant ko'rayotgan bo'lsangiz, yengil bitta qo'lda ochilyapti. Ayavash Otabek aka uylariga oynali xizmatlarni qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma joyini tushuntirib o'taman sizlarga. Bu yoqqa mana podvol xizmatini qilib berganmiz. Bu yerda sложный joylari bo'ldi. Hozir detalli ko'rsataman sizlarga. Bu yerda G obrazli ko'rayotgan bo'lsangiz, joyi bu yoqqa raspashno mana tepaga ochiladigan amortizatorli variant qilganmiz. Yarmi suriladigan bo'lgan. Bu yerda bizani qiynagan joylari katta ko'rayotgan bo'lsangiz, razmeri почти 1,5 metr mana bu ko'taryapti. 1,5 metri bu yerga tormozli variant, stoperli variant qilib berdik. Mana hozir ochiladi bu, yengil ochilyapti. Qancha katta bo'lsa, amortizator shuncha ko'p bo'ladi. Bu yerga 3 ta amortizator qo'yganmiz. Oxirgi ochilgandan keyin mana bu stoper tushib oladi mana. Bu endi yopilib ketmaydi. Shamol bo'lganda ham, boshqa bo'lganda ham bezopaslik uchun buni qildik. Iminni o'ylab, ozgina mashinani 3D qilib chizib qilganmiz buni. Hozir mana baqvat turibdi. Yana bizani qiynagan joylari bu yerda mana bu devorni taroq ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu joylardan suv o'tishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Betlarni ham apshipga qilib poni yopilgan. Oynamizda yopilganda bu yerda stigi bo'ladi. Mana bu yerda shu stigdan suv o'tib ketmasligi uchun bu yoqqa ham latok aro qilib, uklon qilib qilingan. Yopilayotganda ham tortamiz, bosamiz bo'ldi mana. Tushadi. Yana stigi bor. O'sha stigga ham suv tushganda boyaga ko'rsatgan latogimga tushib, mana bu oynaning ustiga tushib ketadi. Bu yoqni mana suriladigan variant qilganmiz. Yengil ochilyapti. Bu yerda nerjeveka roliklari, relslari, nerjeveka balonlari, hamma metallari parashkoviy kraska qilib qilganmiz. Yengil ochilib yopilyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Premka xizmatini qilganmiz. Bu yoqqa ham mana premka turibdi. Bu yerda ham bitta premka bor. Tepaga mana bu yerga ham naves qilganmiz, oynali kazerovka qilganmiz. Zinaga suv tushmasligi uchun qilib berdik. Buni ham tashqari bilan bir xil variant bo'lgan. Bu yerda faqat muammo bo'lgan joyi shu alkafon suxoy qilib qo'yilgan ekan. 15 sm kirgan ichiga. Biz so'raganimizda 3-4 sm kirgan bo'lsa kerak deyshudi. Biz uni erinmasdan teshib, ichini o'lchab 15 sm kirgan ekan. O'shanga qarab keyin noshkalarini tayyorlab olib kelib ustunovka qildik. Idealli bo'ldi xudo xolisa. Tepaga perilla qilganmiz. Uni ham ko'rsataman hozir. Bu yerda mana kichkina balkoncha bor. Bu yoqqa ham oynali perilla qilib berdik. Kazarok bilan bu mos tushib ketgan. Bir xil oyna rangi, bir xil noshkali variant qilib, ustiga to'rgu-to'r porochin qilib yubordik. Zabardast baqvat chiqdi. Tashqari qismiga, eshik tepasiga kazarok qilib berganmiz. 10 mm lik kaloniy oynadan qilingan. Stoyka noshkali variant qilib berganmiz. Oldiga 1.20 ga, bunaqasiga 2.20 bo'lgan edi eniga. Yoqqa mana premka qilib berganmiz. Podvol tepasida forchkalar tepasi bo'ladi. Ko'pchilik Lexan qiladi, boshqa Lexanlar teshilib ketadi bunaqa joyda. Bu oyna baqvat bo'ladi. Bemalol ustiga chiqib sakrasa ham ko'taradi mana odamni. O'shanga mana shunaqa oynali qilsanglar, sinmaydi, uzoq yil xizmatlarni qiladi, qiyshayib ham ketmaydi, o'zini vidini o'zgartirmaydi. Bu yoqqa shu oynali premka xizmatlarini qilib berganmiz. Noshkalari bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, chetlari zakrugleniya qilingan oynani. Burchlari bunaqa dumaloq chaqlaganmiz. Oyoqni urganda ham og'rimaydi, boshqa bo'lmaydi. O'zingizlar ko'rdinglar, qanaqa chiqqaniga bitta baho berib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.